Dunyodagi eng boy 4 ta inson. Birinchi o'rinda Bernard Arnault. Uning boyligi taxminan 210 milliard dollar. Hozirgi kunda mashhur bo'lgan Dior, Louis Vuitton brendlari egasi. U o'z boyligini hashamatli kiyimlar orqali orttirgan. Ikkinchi o'rinni 200 milliard dollar bilan Elon Musk egallab turibdi. Hozirgi kunda mashhur bo'lgan SpaceX va Tesla kabi brendlar egasi hisoblanadi. U o'zining boyligini texnologiyalarni o'zgartirib, milliardlab dollar ishlab topgan. Uchinchi o'rinni Jeff Bezos egallab turibdi. Hozirgi kunda taxminiy boyligi 190 milliard dollar atrofida. U Amazon kompaniyasining asoschisi hisoblanadi. U o'zining boyligini savdoni onlayn ravishda olib chiqish orqali inqilob yasagan inson hisoblanadi. Va nihoyat oxirgi o'rinda Mark Zuckerberg. Uning taxminiy boyligi hozirgi kunda 160 milliard dollar atrofida. Facebook, Instagram, ya'ni qisqacha qilib aytganda Meta kompaniyasi asoschisi hisoblanadi. U ijtimoiy tarmoqlarni dunyoga olib kirgan insondir. Ko'rdingizmi? Ular yangilik yaratib, katta muammolarga yechim topgan. Buni asosiy omili esa shaxsiy moliyani to'g'ri boshqarib va uni to'g'ri joyda ishlata olganligidir. Agar siz ham o'zingizni shaxsiy moliyangizni boshqarishni hozirdan boshlasangiz, siz ham juda katta natijalarga erishishingiz mumkin.